الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچائی کے اعلیٰ معیار کے حوالے سے Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning rostgo'ylik borasidagi yuksak mezonlari, u zotning go'zal namunalari hamda mo'minlarga qilingan nasihat va ko'rsatmalar haqida o'tgan xutbada so'z yuritilgan edi. Shu munosabat bilan bugun ham ba'zi fikrlarni bayon qilaman. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizni rostgo'ylikning qaysi yuksak darajalariga yetkazmoqchi ekanliklari haqida bir rivoyatda shunday deyilgan. Havs ibn Osimdan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday marhamat qildilar. Bir kishining yolg'onchi bo'lishi uchun eshitgan narsasini gapiraverishi kifoya qiladi. Endi qarang, bu odat umuman odamlar orasida uchrab turadi. Jamoat ichida ham ba'zi odamlarda bu illat juda ko'p uchraydi. Menga ham ba'zilar kimdir haqida u bunday qildi, unday qildi deb yozib yuboradilar. Lekin tekshirib ko'rilsa, gap noto'g'ri bo'lib chiqadi. Yozgan odamdan bu gapni senga kim aytdi? Axir bu noto'g'ri-ku deb so'ralsa, eshitgan edik deb qo'ya qoladi. Va aynan mana shu eshitgan gaplari asosida dunyoda shov-shuv ko'taradilar. Bunday kishilar fikr qilib ko'rishlari kerakki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday odamlarni yolg'onchi deb ataganlar. Yana bir rivoyatda kelishicha, Hazrat Oysha radhiyallohu anha shunday deydilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalariga yolg'ondan ko'ra yoqimsizroq biror illat yo'q edi. Agar biror kishi Nabiy sallallohu alayhi vasallamning huzurlarida yolg'on gapirib qo'ysa, bu narsa u zotning dillarida qolardi. U zot yolg'on gapirilganini bilib qolsalar, bundan qattiq iztirob chekardilar. To o'sha kishi bu ishidan tavba qilganini, o'zini isloh etganini va yolg'on gapirishdan butunlay tiyilganini bilmagunlaricha buni ko'ngillarida saqlab yurardilar. Yana bir rivoyatda Hazrat Asmodan naql qilinadi. Bir ayol Nabiy sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelib, mening kundoshim bor. Agar men erimning molidan rosa bahramand bo'lmoqdaman deb ko'rsatsam, gunoh bo'ladimi? Ya'ni aslida erim menga bermagan narsalarni ham, erim menga ko'p narsalar beryapti, uni beryapti, buni beryapti deb shunchaki kundoshimning rashkini keltirish va uni siqish uchun aytsam bo'ladimi deb so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'ziga berilmagan narsa bilan to'qman deb ko'rsatuvchi kimsa xuddi yolg'ondan 2 qavat kiyim kiyib olgan kishi kabidir deb marhamat qildilar. Chunki u ayol bu gapni kimgadir hissiy ozor berish va jig'iga tegish uchun aytgan edi. Shu bois Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu mutlaqo noto'g'ri ish ekanini aytdilar. Bu hadisning sharhida yozilishicha, kiyim so'zi bu yerda misol tariqasida ishlatilgan. Buning ma'nosi shuki, u kishi yolg'on va firib ishlatmoqda. U yolg'ondan 2 qavat kiyim kiygan, birini yelkasiga tashlagan, ikkinchisini esa izor, ya'ni ishton qilib bog'lagan. Ya'ni u boshdan oyoq yolg'onchidir. Demak, u zot sallallohu alayhi vasallam o'z ummatlariga yolg'ondan saqlanish yo'llarini juda nozik jihatlargacha o'rgatdilar. Bir rivoyatda Hazrat Abdulloh ibn Amrdan naql qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam shunday marhamat qildilar. 4 ta xislat borki, ular kimda bo'lsa, u to'laqonli munofiqdir. Kimda ulardan birortasi bo'lsa, to uni tark etmaguncha unda munofiqlikning bir belgisi saqlanib qoladi. Agar unga omonat ishonib topshirilsa, xiyonat qiladi. Agar gapirsa, yolg'on gapiradi. Agar va'da bersa, va'dasining ustidan chiqmaydi va agar janjallashsa, so'kadi. Bularning barchasi bevosita yoki bilvosita yolg'onga yetaklaydigan yoxud yolg'onning ko'rinishi bo'lgan amallardir. Demak, bu axloqiy zaifliklar munofiqlik belgisidir. Endi mana shu mezonni oldimizga qo'yib, o'zimizni taftish qilishimiz kerak. Bizda bu kamchiliklar qay darajada mavjud? Chunki bu narsalar insonni munofiqlik sari yetaklaydi. Munofiq deb atalishni esa hech kim xohlamaydi.
Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yolg'on gaplarni tarqatuvchi kishilarni qattiq ogohlantirganlar. Hazrat Samura ibn Jundub raziyallohu anhu naql qilishlaricha, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tez sahobalardan ko'rgan tushlari haqida so'rab turardilar. U sahoba aytadiki, Alloh kimning so'zlashini xohlasa, o'shalar ko'rgan tushlarini u zot sallallohu alayhi vasallamga aytib berishardi. Bir kuni ertalab u zot kechasi ko'rgan bir manzarani aytib berdilar. 2 kishi oldimga keldi. Meni uyg'otib yur deyishdi. Men ular bilan birga yo'lga tushdim. U yerda chalqancha yotgan bir kishini ko'rdik. Uning tepasida temir ilmoq ushlagan boshqa bir kimsa turardi. U o'sha odamning og'zining bir tomonidan boshlab uning og'zini, burnini va ko'zini ensa tomongacha yorib yubordi. Ya'ni bir tomonini butunlay yorib tashlardi. So'ng u tomondan ikkinchi yuz tomoniga o'tar va avval o'ng tomonga qilganini keyin chap tomonga ham xuddi shunday qilardi. Shunday qilib u hali bir tomonni tugatmay turib, avval yorilgan tomon yana avvalgidek butunlay tuzalib qolardi. Keyin u yana qaytib kelib, yana xuddi shunday qilib uni yorardi. Shu tarzda bu holat takrorlanaverardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Subhanalloh, bular kimlar?" deb so'radim. Shunda u 2 kishi menga dedilar: "Quloq soling, biz sizga uning asl haqiqatini aytamiz. Siz oldiga borgan o'sha odam, uning og'zi ensasigacha, burni ham ensasigacha, ko'zi ham ensasigacha yorilayotgan edi. U shunday insonki, ertalab uyidan chiqib, bir yolg'on gap to'qib chiqaradi va u gap har tomonga tarqab ketadi." Mish-mish tarqatuvchi va odamlar haqida noto'g'ri gaplarni aytadigan ayrim kishilar bor. Ba'zilar bu gaplarni faqat tilining zavqi uchun yoki lazzat olish uchun aytadilar. Ba'zi hollarda esa kimnidir jamiyatda badnom qilish maqsadida ham gap so'zlar tarqatiladi. Har qanday holatda ham bu gaplar odamlarga zarar yetkazish uchun aytilmoqda. Shunday ekan, bunday odamlar doimo yodda tutsinlarki, bu ishlar javobgarlikka sabab bo'ladi. Alloh taolo buning uchun ushlaydi va jazolaydi. Demak, bu juda qo'rqinchli holat va ko'p istig'for aytishga muhtojlik bor. Bir rivoyatda Abdulloh ibn Horis rivoyat qiladi. U buni Hazrat Hakim ibn Hizomdan yetkazgan. U kishi aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Sotuvchi va xaridor ular ajralmaguncha savdoni bekor qilish ixtiyoriga egadirlar." Ya'ni ular ikkalasi bir joyda turgan vaqtlarda savdoni bekor qilsa bo'ladi, lekin ajralgandan so'ng bekor qila olmaydilar. Agar ular rostgo'ylik bilan ish tutsalar va hamma narsani ochiq-oydin aytsalar, ularning savdosiga baraka beriladi. Agar ular biror narsani yashirsalar yoki yolg'on gapirsalar, u holda ularning savdosidan baraka ko'tariladi. Ko'plab tijoriy nizolar yolg'onga asoslangan bo'ladi va Alloh taolo bunday kishilarning ishiga baraka bermaydi. Ular dunyoda zarar ko'rishlari bilan birga Allohning huzurida ham gunohkor bo'lib jazolanadilar. Hazrat Ibn Umardan rivoyat qilinadi, Nabiy sallallohu alayhi vasallam shunday marhamat qildilar: qachonki bir kishi yolg'on gapirsa, u qilgan ishining sassiq hidi tufayli farishta undan 1 mil masofaga uzoqlashadi. Yana bir rivoyatda Hazrat Abu Hurayradan naql qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir uyum don yonidan o'tayotib, muborak qo'llarini uning ichiga tiqdilar. Shunda barmoqlariga namlik tegdi. U zot: "Ey don egasi, bu nimasi? Sen sotayotgan bu don bug'doymi, makka jo'xorimi yoki boshqa narsa bo'lsin? Nima uchun ichi nam?" deb so'radilar. U: "Ey Allohning rasuli, ustidan yomg'ir yog'ib qolgan edi" deb javob berdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Unday bo'lsa, odamlar ko'rishi uchun o'sha nam qismini donning ustiga chiqarib qo'ymabsan-da. Kimki aldamchilik qilsa, u mendan emasdir" deb marhamat qildilar. Demak, tijorat bilan shug'ullanuvchi kishilar ham mana shunday nozik jihatlarga e'tibor berishlari lozim. Bu u zot sallallohu alayhi vasallam bir musulmonda ko'rishni istagan yuksak mezondir. Ammo afsuski, bugungi kunda musulmonlarning o'zlari dunyoda firibgarlik va yolg'on savdosi tufayli badnom bo'lib yuribdilar. Demak, bugun biz Hazrat Masih Maud alayhisalomni qabul qilib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga haqiqiy iymon keltirganimizni e'lon qilar ekanmiz.
har bir so'zimiz va amalimizda rostgo'ylikning eng yuksak mezoni bo'lishi shart. Aks holda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qilganlaridek, agar bunday bo'lmasa, sizlar mendan emassiz. Ya'ni mening sizlarga hech qanday aloqam yo'q. U zot sallallohu alayhi vasallam rostgo'ylikning eng nozik jihatlarigacha e'tibor berib, unga amal qilish borasida behisob nasihat va ko'rsatmalar berganlar. Zero biror kishi to rostgo'ylikka to'liq amal qilmas ekan, hech qachon haqiqiy musulmon bo'la olmaydi. Endi u zot sallallohu alayhi vasallamning siyratlariga oid ba'zi ma'lumotlarni taqdim etaman. U zot sallallohu alayhi vasallam doimo rost gapirishlari, omonatdorlik va diyonatda eng peshqadam bo'lganliklari tufayli odamlar orasida sodiq, ya'ni rostgo'y va amin, ya'ni ishonchli nomlari bilan mashhur edilar. Shu bois bir muallif shunday yozadi: Muhammad sallallohu alayhi vasallam johiliyat davrida payg'ambar qilib yuborildilar. U zotdan avval qavmlarga biror ogohlantiruvchi kelmagan edi. Ya'ni u zotning qavmlariga hech bir payg'ambar kelmagan edi. Odamlar butlarga, haykallarga va tog'utlarga ibodat qilishardi. U zot sallallohu alayhi vasallamga esa aynan o'shalarning orasida hali bolalik chog'laridayoq fahm farosat va hikmat ato etilgan edi. Vaholanki u zot shayton guruhi va butparastlar davrasida edilar, lekin hech qachon biror butga rag'bat qilmadilar va ularning biror bayramlarida ishtirok etmadilar. U zot sallallohu alayhi vasallamdan hech qachon biror yolg'on eshitilmagan. Odamlar u zotni saduq, ya'ni juda rostgo'y, omonatdor, halim va nihoyatda mehribon deb bilardilar. Hatto rivoyatlarda kelishicha, islomdan avval johiliyat davrida ham odamlar o'z nizolarini hal etish uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga murojaat qilardilar. Bu narsani Hazrat Muslih Maud raziyallohu anhu bir joyda shunday bayon qilganlar: U zotning go'zal axloqlari haqida umumiy guvohlik u zotning qavmi bergan gunohlikdir. Zero qavm u zotning payg'ambarlik da'volaridan oldinoq u zotga amin va siddiq nomlarini bergan edi. Dunyoda shunday odamlar ko'p uchraydiki, ularning diyonatsizligi haqida biror dalil topilmaydi. Shuningdek, hayotda qattiq sinovlarga duch kelmagan odamlar ham ko'pdir. Ular oddiy imtihonlardan o'tadilar va omonatdorliklari saqlanib qoladi. Biroq shunga qaramay, qavmi ularga biror maxsus nom bermaydi. Chunki maxsus nomlar faqat bir kishi ma'lum bir sifatda boshqa barcha odamlardan ustun kelgandagina beriladi. Masalan, jangda qatnashgan har bir askar o'z jonini xatarga qo'yadi. Lekin ingliz xalqi har bir askarga Viktoriya xochini yoki nemis xalqi har bir askarga Temir xoch, ya'ni Aryan Cross ordenini beravermaydi. Fransiyada ilm-fan bilan shug'ullanuvchilar millionlab topiladi. Ammo har kimga ham faxriy legion ordeni berilmaydi. Shunday ekan, bir kishining shunchaki omonatdor va rostgo'y bo'lishi uning ulug'ligini to'liq ko'rsatib bermasligi mumkin. Lekin butun bir qavmning bir kishiga amin va siddiq deb unvon berishi bu g'ayrioddiy hodisadir. Agar Makka ahli har bir avlodda kimgadir amin va siddiq degan unvon berib kelganida ham bu nomga sazovor bo'lgan kishi juda buyuk odam hisoblangan bo'lardi. Vaholanki, arab tarixi shuni ko'rsatadiki, arablar har avlodda ham bunday unvonni beravermasdilar. Balki arab diyorining yuzlab yillik tarixida faqat birgina inson, Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam misollari uchraydiki, butun arab xalqi u zotga amin va siddiq deb unvon bergan. Shunday qilib, arab diyorining yuzlab yillik tarixida butun bir qavmning faqat birgina insonga amin va siddiq deb unvon berishi u zotning omonatdorliklari va rostgo'yliklari shu qadar yuksak darajada bo'lganini ko'rsatadiki, arablarning bilimlari doirasida buning misoli boshqa hech kimda topilmas edi. Arablar o'zlarining nozik kuzatuvchanliklari bilan dunyoda ajralib turardilar. Shu bois ular nimani nodir deb atagan bo'lsalar, u narsa haqiqatda dunyoda
noyob deb hisoblanishga loyiqdir. Hazrat Masihi Maud alayhissalom shunday marhamat qiladilar. Bugun dunyoning holati juda nozik bo'lib qoldi. Qaysi tomondan va qaysi jihatdan qarasangiz, soxta guvohlar tayyorlanmoqda. Yolg'on da'volar qilishku oddiy holga aylanib qoldi. Soxta guvohnomalar yasalmoqda. Soxta hujjatlar va qog'ozlar yasab olinmoqda. Agar biror ish haqida gapirsalar, rostgo'ylikdan qochib, faqat o'zlariga foyda keltiradigan yolg'onlarni gapiradilar. Rostgo'ylik tark etilsa, faqat yolg'on qoladi. Hazrat Masihi Maud alayhissalom davom etib aytadilar: endi ushbu jamoatning zaruriyatini tushunmayotganlardan so'rash kerak. Ya'ni u zot aytmoqdalarki, men jamoatni rostgo'ylik ustida barqaror bo'lishi uchun barpo etganman. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam olib kelgan din mana shumidi? Alloh taolo yolg'onni najosat deb atagan va undan saqlanishga buyurgan. Fajtanibur rijsa minal avsani vajtanibu qavlazzur. Qur'onda yolg'on butparastlik bilan yonma-yon qo'yilgan. Xuddi ahmoq inson Alloh taoloni qo'yib toshga sig'ingani kabi. Bundan maqsad sizlar najosatdan qanday saqlansangiz, yolg'ondan ham shunday saqlanishingiz kerak. Chunki yolg'on gapirish xuddi najosatga botish va noto'g'ri ishga qadam qo'yish bilan barobardir. Butparastlik ham noto'g'ri ishdir. U zot alayhissalom aytadilar: Qur'onda yolg'on butparastlik bilan yonma-yon qo'yilgan. Xuddi ahmoq inson Alloh taoloni qo'yib toshga egilgani kabi, u haqiqat va rostgo'ylikni tark etib, o'z manfaati yo'lida yolg'onni o'zi uchun but qilib oladi. Aynan shu sababli Alloh taolo uni butparastlik bilan bir qatorda zikr qilgan. Butparastlikdan saqlaning, chunki bu juda katta gunoh. Yolg'on gapirish ham unga tenglashtirilgan. Xuddi butparast butdan najot kutganidek, yolg'onchi ham o'zicha bir but yasaydi va shu yolg'on orqali najot topaman deb o'ylaydi. Bu qandayin badbaxtlik! Agar ularga nega butparastlik qilasiz? Bu najosatdan voz keching deyilsa, qanday qilib voz kechamiz? Usiz kunimiz o'tmaydi-ku. Foyda ko'rish uchun yolg'on gapirishga majburmiz deydilar. U zot alayhissalom aytadilar: hayotining asosini yolg'on ustiga qurishdan ko'ra kattaroq badbaxtlik bormi? Lekin men sizlarni ishontirib aytamanki, oxir oqibat faqat rostgo'ylik g'alaba qozonadi. Xayrlik va zafar aynan rostgo'yliknikidir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning siyratlarini bayon qilayotib, Hazrat Muslihi Maud raziyallohu anhu bir joyda shunday yozganlar: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'z zavjalariga menga shunday vahiy keldi deb xabar berganlarida, zavjalari bu qanday uydirma demadilar. Balki u kishi: qo'rqmang, ko'rganlaringiz haqiqatdir. Alloh sizni hech qachon zoye qilmaydi. Chunki siz silai rahm qilasiz, muhtojlarning yukini ko'tarasiz, yo'qolib borgan ezguliklarni qayta tiklaysiz, mehmonnavozlik qilasiz va haqiqatga yordam berasiz dedilar. So'ngra zavjalari u zotni Isroiliy ilmlar olimi bo'lgan amakivachchalari Varaqa ibn Navfalning huzuriga olib bordilar. U zot bo'lgan voqeani eshitishi bilan, bu xuddi Musoga nozil bo'lgan vahiy kabidir va bu vahiydagi hukm va farmonlar ham Musoning vahiysidagi kabidir dedi. U zot raziyallohu anhu guvohliklarni bayon qilmoqdalar. Men o'tgan xutbada qisqacha buni aytib o'tganman. Bu Varaqa ibn Navfalning guvohligi edi. Keyingi guvohlik esa uydagi bir amakivachchanikidir. U endigina voyaga yetayotgan va yoshlar orasida da'vat qilish uchun yaxshi vosita bo'la oladigan yigit edi. U o'z akasi va kelinoyisining, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va Hazrat Hadichaning juda jiddiylik bilan muhim bir o'zgarish haqida gaplashayotganlarini eshitganida, nihoyatda odob bilan oldinga chiqib, men ham sizning sodiq ekaningizga iymon keltiraman. Albatta Alloh taolo siz bilan so'zlashdi va sizni dunyoni isloh qilish uchun payg'ambar etib tayinladi dedi. So'ngra u zot sallallohu alayhi vasallamning axloqlariga maftun bo'lib, ota-onasini tark etib, u zotning eshiklarida xizmatkor bo'lib qolgan ozod qilingan qulning guvohligini keltiradilar. U past ovozda bo'layotgan bu suhbatlarni eshitib va o'z xo'jayinining yuzdagi bezovtalik hamda tashvish alomatlarini ko'rib,
oldinga qadam tashladi va xo'jayinining etagidan tutib shunday dedi: "Ey hojam, siz nimani ko'rgan bo'lsangiz, o'sha bo'ladi. Siz aytgan gaplar haq va ko'rganlaringiz haqiqatdir. Alloh taolo sizdek insonni aldamaydi. Siz boshdan oyoq haqiqat va rostgo'ylikdan iboratsiz. Qanday qilib Alloh taolo sizni aldashi mumkin? Endi sizning qo'lingiz bilan dunyo isloh bo'ladigan vaqt keldi. Menga ham siz bilan birga qolishga va xizmatingizda bo'lishga ruxsat bersangiz." So'ngra yana bir guvohlik eng yaqin do'stning guvohligidir. U xuddi bir chig'anoq ichida birga o'sgan ikkinchi bir marvariddek edi. Qachonki u o'z do'sti haqida odamlar u asossiz gaplar ayta boshladi, balki uning aqliga putur yetgandir deb aytayotganlarini eshitganida yugurib keladi va eshikni taqillatib, "Eshitayotgan gaplarim rostmi?" deb so'raydi. U zot sallallohu alayhi vasallam unga voqeani tushuntira boshlaganlarida u "Xudo haqqi, menga dalillar keltirmang. Shu gaplar rostmi? Faqat shuni ayting" deydi. U zot tasdiqlaganlaridan so'ng: "Ey sodiq do'stim, men sizning payg'ambarligingizga iymon keltirdim. Siz dalillar keltirib, mening iymonimni shubha ostiga qo'yayotgandek bo'ldingiz. Sizning rostgo'yligingizni shu qadar ko'rganmanki, ortiqcha isbotga hojat yo'q" deydi. So'ngra Hazrat Abu Bakr: "Ey do'stim, kimki sizning yuzingizni ko'rgan bo'lsa, qanday qilib aytgan so'zingizga shubha qilishi mumkin?" dedilar. Albatta qarshilik bo'lishi tabiiy edi, chunki Varaqa ibn Nawfal aytganidek: "Lam ya'ti rajulun qattu bimisli ma ji'ta bihi illa udiya." Ya'ni kimki shunday xabarni olib kelgan bo'lsa, albatta odamlarning qarshiligiga uchragan. Lekin Alloh taoloning tadbirini qarangki, bu qarshilik to'foni kelishidan avval Alloh u zotga qanday hamrohlar ato etdi. Makka ahli ichidagi yagona Yahudi va Nasroniy ilmlar olimi Varaqa ilk lahzadayoq u zotga taslim bo'ldi. Jufti halollari Hadija vahiyni eshitishlari bilan u zotga fido bo'lishga tayyorligini bildirdilar. U zotning oilaviy axloqlarini har lahza kuzatib yurgan yosh ukalari Ali darrov o'z xizmatini taklif qildilar. U zotning oldi berdilarini va kambag'allarga qilgan muomalalarni uzoq vaqt sinchkovlik bilan kuzatgan ozod qilingan qullari Zayd u zotning haqliklariga qasam ichdilar. Bolalikdagi do'stlari Makkaning eng sharafli va olijanob insoni Abu Bakr u zotning vahiy kelganiga da'vo qilganlarini bilish bilanoq o'z bo'yinlariga qullik zanjirini ilib eshiklari oldiga kelib o'tirdilar. Bu beqiyos sadoqat va ixlos namunalari qalblariga qanchalik quvonch bag'ishlagan bo'lsa kerak. Makka ahlining shovqin suroni va ta'na dashnomlarini eshitganlarida u zot jilmayib qo'yardilar va ichlarida "Bu meni yaxshi tanimaydiganlarning hukmidir. Meni sehrgar, jodugar yoki boshqa deb ataydiganlar, qani endi meni eng yaqin taniydiganlarning men haqimda bergan hukmini bir eshitib ko'rsinlarchi. Ular qanday qilib o'z jonlarini fido qilib mening o'ngu so'limda turibdilar" derdilar. Bu yerda oyat tafsirida Hazrat Musoning va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalari o'rtasida muqoyasa qilinmoqda. Muso alayhisalom o'z yukini ko'tarish uchun Allohdan duo qilib bir vazir, ya'ni yordamchi so'ragan edilar. Ammo Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Alloh taolo so'ramaslaridan oldin 5 ta vazir ato etdi. Ular shunday vazirlar ediki, u zotning yukini yengil qilishda kamolot ko'rsatdilar. Varaqa tez orada vafot etgan bo'lsa-da, lekin u zotning haqligiga o'chmas guvohlik berib ketdi. Hazrat Hadija keyingi 12 yil davomida bir ayol boshi bilan shunday ishlarni qildilarki, buni ko'rgan eng botir erkaklarning ham boshi egilardi. Zayd 20 yil davomida qurbonlikning beqiyos namunasini ko'rsatdilar va oxiri qilichlar ostida o'z qonini to'kib, Rasulullohning vazirlari qanday bo'lishini isbotladilar. Abu Bakr va Ali esa u zotning vafotlaridan keyin ham yashab xalifa bo'lgan holda vazirlik va sadoqatni yangi bir ko'rinishda namoyon etdilar. So'ngra u zot sallallohu alayhi vasallamning go'zal namunalarini bayon qilib bir joyda shunday deyiladi:
Rostgo'y va haqgo'y insonning haqligiga eng katta dalil uning o'z nafsi bo'ladi. Uning nafsi tinimsiz jar solib, ham do'stga, ham dushmanga, ham tanishga, ham notanishga, ham sirdoshga, ham begonaga shunday deydi: menga boqing, meni yolg'onchi deyishdan oldin o'ylab ko'ring. Axir meni yolg'onchi deya olasizmi? Agar meni yolg'onchi desangiz, haqiqatni bilish uchun qo'lingizdagi barcha mezonlardan ayrilmaysizmi? Meni tuhmatchi deb atasangiz, maqsadga eltuvchi barcha darvozalarni o'zingizga yopib qo'ygan bo'lmaysizmi? Dunyodagi har bir narsa ma'lum bir izchillikka ega va har bir narsaning o'z darajalari bor. Na ezgulik o'rta bosqichlarni bosib o'tmay turib o'z kamoliga yeta oladi, na yomonlik oraliq manzillarni hatlab o'tib o'z cho'qqisiga chiqa oladi. G'arb tomon yugurayotgan odam to'satdan o'zini sharqning chetida ko'rishi qandoq imkonsiz bo'lsa, janubga ketayotgan odamning shimol ufqida paydo bo'lib qolishi ham xuddi shunday imkonsizdir. Inson bir tomonga yugurib ketayotib, boshqa joyga yetib borishi mumkin emas. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilar: men butun hayotimni sizlarning orangizda o'tkazdim. Go'dak edim, sizlarning qo'lingizda ulg'aydim. Yigit edim, ko'z o'ngingizda o'rta yoshga yetdim. Mening xilvatdagi va omma oldidagi hayotim sizlarga ayon. Biror ishim yoki biror so'zim sizlardan maxfiy emas. Orangizda meni qachondir yolg'on gapirgan deb ayta oladigan biror kishi bormi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shunday e'lon qilmoqdalar: meni qachondir yolg'on so'zlagan, zulm qilgan, firib bergan, aldagan, birovning haqqini yegan yoki mansab va hukumat ilinjida bo'lgan deb ayta oladigan kim bor? Sizlar meni har qanday maydonda va har qanday holatda sinab ko'rdingiz, lekin har doim mening qadamim mo'tadillik yo'lida ekanini ko'rdingiz. Meni har qanday nuqsondan pok topdingiz. Hatto do'st ham, dushman ham menga amin va sodiq deb nom berdi. Xo'sh, nima bo'ldiki? Kecha oqshomgacha men ishonchli, rostgo'y, yolg'ondan millarcha uzoq va haqiqatga fido inson edim. Balki rostgo'ylik men bilan faxrlanardi. Har bir ish va har bir masalada sizlar menga ishonar edingiz va mening har bir so'zimni qabul qilar edingiz. Ammo bugun nima bo'ldiki? Bir kunda shunday o'zgarish yuz berdi. Men eng yomon, eng past va eng nopok insonga aylanib qoldim. Faqat bir da'vo qilganim uchunmi? Yoki men avval odamlarga hech qachon yolg'on to'qimaganman, endi esa Allohga yolg'on to'qimoqdaman deb o'ylayapsizlarmi? Tabiat qonunlarida bunday keskin o'zgarishning biror misoli bormi? Agar bu 1-2 kunlik gap bo'lsa, o'zini shunday ko'rsatyapti deyishingiz mumkin edi. 1-2 yillik bo'lsa, bizni aldash uchun shu yo'lni tutdi derdingiz. Lekin men butun umrimni sizlar orangizda o'tkazdim. Bolaligimni, yoshligimni va keksalik ostonasidagi davrimni ko'rdingiz. Bunchalik takalluf va soxtalik qanday qilib mumkin edi? Bolalik davrimda inson o'z yaxshisi-yu yomonni ham to'liq anglamaydigan paytda men qanday qilib soxtakorlik qilgan bo'lishim mumkin? Yoshlik, beboshlik davri deb ataladigan davrda men qanday qilib aldamchilik bilan o'z holatimni yashirgan bo'lishim mumkin? Oxiri o'ylab ko'ring, bu firib qachon va kim tomonidan sodir bo'ldi? Agar hayotimni beayb va pok topsangiz, meni ezgulik timsoli va rostgo'ylik namunasi deb bilsangiz, unda porlab turgan quyoshni ko'rib turib, tun deb e'lon qilmang. Kun chiqib turibdi, endi qorong'u tushdi demang. Men va so'zlarim ravshan kunduzdek aniq. Nur bor joyda zulmatdan shikoyat qilmanglar. Sizlarga mening o'zimdan boshqa yana qanday dalil kerak? Mening o'z nafsim eng katta dalildir. Mening o'tgan hayotimdan boshqa yana qanday hujjat talab qilasizlar? Mening butun o'tmish hayotim sizlarning oldingizda turibdi. Shunga qaramay yana dalil keltir deysizlar. Mening nafsim o'zi menga guvoh, hayotim esa menga shahodatdir. Agar har biringiz o'zingizni tekshirib ko'rsangiz, qalbingiz va aqlingiz ham bu narsaga guvohlik beradi. Unda rostlik mavjud va u rostlik ustida turibdi. Rostlik undan faxr qiladi va u ham rostlik bilan faxr qiladi. U o'z rostligini isbotlash uchun boshqa narsalarga muhtoj emas.
Bu xuddi shunday. Quyosh chiqqanining o'zi quyosh borligining dalilidir. Mana shu kuchli dalil Hazrat Abu Bakrning qalblaridan joy oldi va bu dalil doimo haqiqatparvar insonlarning qalbini zabt etaveradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarlikni da'vo qilgan vaqtlarda Hazrat Abu Bakr bir do'stining uyida edilar. U yerda bir ozod qilingan cho'ri ayol, do'stingizning ayoli aytishicha eri Muso kabi payg'ambar bo'libdi deb xabar beradi. Hazrat Abu Bakr o'sha zahoti o'rinlaridan turib Rasulullohning uylariga boradilar va siz Allohning rasuliman deb aytdingizmi deb so'raydilar. U zot ha deb javob berishlari bilan Hazrat Abu Bakr iymon keltiradilar. Rasulullohning o'zlari ham keyinchalik men kimni islomga chaqirgan bo'lsam, unda biroz ikkilanish yoki taraddud bo'ldi. Ammo Abu Bakrga islomni taqdim qilganimda u zarracha ikkilanmay qabul qildi deb marhamat qilganlar. Hazrat Abu Bakrni hech qanday mo'jiza ko'rmasdan iymon keltirishga nima majbur qildi? Bu Rasulullohning o'z sodiqligiga guvoh bo'lgan muborak shaxsiyatlari edi. Xuddi shunday Hazrat Xadicha, Hazrat Ali va Hazrat Zayd ibn Horisaning guvohliklari ham shunga asoslangan edi. Xullas bir payg'ambarning haqligiga birinchi ichki dalil uning o'z nafsidir. U holati bilan o'z rostligiga guvohlik beradi. Bu guvohlik shunchalik kuchliki, uning mavjudligida boshqa biror mo'jiza yoki oyatga ehtiyoj qolmaydi. Hazrat Masih Maud alayhissalom shunday marhamat qiladilar. Allohning kalomidan ma'lum bo'lishicha, taqvodorlar shunday kishilarki, ular muloyimlik va kamtarlik bilan yuradilar. Ular takabburona gapirmaydilar. Ularning suhbati xuddi kichik inson katta inson bilan gaplashayotgandek bo'ladi. Biz har qanday holatda ham najot topishimizga sabab bo'ladigan ishlarni qilishimiz lozim. Alloh taolo hech kimning mulki emas. U zot faqat xolis taqvoni istaydi. Kim taqvo qilsa, u oliy maqomga erishadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yoki Hazrat Ibrohim alayhissalom biror meros tufayli izzat topganlari yo'q. Garchi iymonimiz shuki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muhtaram otalari Abdulloh mushrik bo'lmaganlar. Bu yerda ba'zilar tomonidan beriladigan savolga ham javob bor. Lekin bu u zotga payg'ambarlik berilishiga sabab emasdi. Bu u zotning fitratlaridagi rostgo'ylik tufayli nozil bo'lgan Allohning fazli edi. Ana shu sifatlar Allohning fazliga sabab bo'lgan omillar edi. Payg'ambarlar otasi bo'lmish Hazrat Ibrohim alayhissalom ham o'zlarining rostgo'yliklari va taqvolari tufayli farzandlarini qurbon qilishdan qaytmadilar. O'zlari ham olovga tashlandilar. Hazrat Masih Maud alayhissalom davom etib aytadilar. Sayyidimiz va Mavloyimiz Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sadoqat va vafolariga boqing. U zot har qanday yomon harakatlarga qarshi turdilar. Turli tuman musibat va qiyinchiliklarni boshdan kechirdilar, lekin hech narsaga parvo qilmadilar. Aynan mana shu sidq va vafo tufayli Alloh taolo u zotga o'z fazlini yog'dirdi. Shuning uchun ham Alloh taolo innalloha va malaikatuhu yusalluna alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Ya'ni albatta Alloh va uning farishtalari payg'ambarga salovat yo'llaydilar. Ey iymon keltirganlar, sizlar ham unga salovat va ko'p-ko'p salom yo'llanglar deb marhamat qiladi. Bu oyatdan ko'rinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning amallari shu qadar yuksak ediki, Alloh taolo u zotning ta'riflari yoki sifatlarini chegaralash uchun biror maxsus so'z ishlatmadi. So'zlar topilishi mumkin edi, lekin ularni ishlatmadi. Ya'ni u zotning solih amallarining ta'rifi chegaradan tashqari edi. Bu amallar shunday ediki, biz ularni hech qanday chegaraga sig'dira olmaymiz. Bunday oyat boshqa biror payg'ambar sha'niga ishlatilmagan. U zotning ruhlarida shunday sidq va poklik bor edi va u zotning amallari Alloh taoloning nazarida shunchalik sevimli ediki, Alloh taolo insonlarga shukrona sifatida doimo u zotga salovat aytishni buyurdi. U zotning jasoratlari va sidqlari shunday ediki, biz yuqoriga yoki pastga nazar tashlasak ham uning mislini topa olmaymiz. Hatto Hazrat Masih alayhissalom davrlarini olib ko'raylik. U kishining himmatlari
yoki ruhoniy sodiqliklari va pokliklari o'z ergashuvchilariga qay darajada ta'sir qildi? Har bir inson yaxshi tushunadiki, yomon yo'lga kirib ketgan kimsani to'g'ri yo'lga solish naqadar qiyin ish. Insonning o'rnashib qolgan odatlarini o'zgartirish naqadar qiyinligini hamma biladi. Lekin muqaddas payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hayvondan battar ahvolga tushib qolgan minglab insonlarni isloh qildilar. Ayrimlari ona va opa-singillar orasida ham hayvonlardek farq qilmas edilar. Yetimlar va o'lganlarning molini yeyishar edi. Ba'zilari yulduzlarga sig'inishar, ba'zilari dahriy edi, yana ba'zilari tabiat unsurlariga sig'inishar edi. Arabiston yarim oroli qanaqa edi? Turli din va e'tiqodlarni o'z ichiga olgan bir jamlanma edi. Buning katta foydasi shu bo'ldiki, Qur'oni Karim har xil turdagi ta'limotlarni o'z ichiga olgan. Dunyoda bo'lishi mumkin bo'lgan har qanday noto'g'ri e'tiqod yoki yomon ta'limotni rad etish uchun yetarli ko'rsatmalar unda mavjud. Bu Alloh taoloning chuqur hikmati va tadbiri ediki, u payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni aynan johiliyat eng yuqori cho'qqiga chiqqan davrda yubordi va u zot orqali o'sha hayvon holatdagi insonlarni haqiqiy insonga aylantirdi. Allohumma salli ala Muhammadin va ala ali Muhammad va barik va sallam innaka hamidun majid. Alloh taolo bizga ham u zotning go'zal namunalariga ergashib, Qur'oni Karim va u zotning buyruqlariga amal qilgan holda rostgo'ylik mezonlarini yanada yuksaltirishga tavfiq bersin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.